Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bizning kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimiz orqali sizlarga rivoyatlar, hikoyalar, hayotda yuz berib turadigan ba'zi qiziq voqealarni hikoya qilishda davom etamiz. Azizlar, bugun sizlarga bir ajoyib hikoyani aytib bermoqchiman. Bu ramziy ma'nodagi hikoya bo'lib, chuqur ma'noga ega. Bir yigitning eshigi qo'ng'irog'i jiringlabdi. Ochib qarasa, ne ko'z bilan qarasinki, Azroil kirib kelibdi. Azroilning vazifasi jonni olish. Demak, yigit taqdirdan qutulib qochib keta olmaydi. Taqdir azal. Endi uning jonini oladi. Yoshgina yigit o'zining umri shunchalik darajada qisqa ekanidan afsuslanibdi, o'ylabdi, qayerda xato qildim deb o'ylab, hech o'yiga yeta olmas emish. Buni qarangki, Azroil unga 3 kun muhlat beribdi. 3 kundan so'ng kelib joningni olaman, tayyorgarligingni ko'r debdi. Yigit umrining eng so'nggi 3 kuni. Qanday dahshat, ha? 3 kundan so'ng hayotda yo'q. Yigit buni o'ylab shu 3 kun davomida nima ish qilsam ekan debdi. Va uzoq qishloqda yashovchi, ancha yillardan beri borib ko'rmagan singlisini ko'rib, borib undan hol ahvol so'rashni niyat qilibdi. Keyin o'ziga o'zi aytibdiki, men qanday oqibatsiz akaman, nahotki shu singlimni hech borib ko'rmayman. Oramizdagi rishtalar uzilib ketgandek go'yo. Shu singlim boyaqish mening yagona zurriyat, yagona mening singlim bo'lsa, bir qorindan talashib tushgan bo'lsak, nega uni ko'rmadim deb o'zini oqibatsizlikda ayblabdi. Singlisiniga borgan ekan, shunaqa chiroyli kutib olibdi. Akasini quchoqlab, yig'lab, ko'zlarida quvonch yoshlari balqib, akajon, nega biz bir qorindan talashib tushgan aka singillar bir-birimizni yo'qlamaymiz, bir-birimizni tez-tez ko'rib turmaymiz, nega ora uzilib ketdi deb aytibdi. Aka esa nuqul yerga qararmish. Shu kecha jiyanlar bilan birga yotibdi. Singlisidan hol ahvol so'rabdi, yoshliklarini eslabdi, ota-onasini eslabdi, o'tib ketgan. Xullas kalom, shunaqa bir o'ziga ruhiy madad olibdiki, singlisi ham undan xursand bo'libdi. Akajon, endi aloqani uzmaylik, endi doim kelib turing debdi. Qarangki, aka ketish oldidan singlisiga, singlim, bu yoqqa kel, senga bir og'iz gapim bor debdi. Singlisi, ha aka, nima gap desa, qo'yaver. Qo'yaver debdi va ertasi kuni uyga borishini tayinlab chiqib ketdi. Qarang, ertasi kuni haqiqatda Azroil kirib kelibdi. Azroilning yuzida quvonch, tabassum. Yigit hayron bo'libdi. Nega Azroil bunday xursand? Yoki u mening ustimdan kulyaptimi deb o'ylabdi. Nihoyat Azroil yorilibdi. Sen shu o'tgan 3 kun ichida qandaydir xayrli ish qilibsanki, Alloh senga yana 40 yil umr berdi, debdi Azroil. Yigitning ham ko'zlaridan shosh qotar yosh oqibdi. Nahotki debdi. Nahotki yana 40 yil umr berildi menga deb quvonib ketdi. Shunda eshikdan singlisi, qavmi qarindoshlar kirib kelibdi. Aslida ajal kirib kelish kerak bo'lgan, bugun uning joni olinadigan kun esa to'y-to'yanaga aylanib ketibdi. To'y bo'libdi, quvonib ketdi. Yigit shundan bilibdiki, Alloh siylay rahmni yaxshi ko'radi. O'z singlisini doim yo'qlab turgan akani umrini uzun qiladi.
uni ishlarini barorini beradi. Azizlar, ko'rdingizmi? Qanday chiroyli rivoyat. Ramziy ma'noda bo'lsa-da, bu rivoyatning tagida chuqur ma'no mujassam. Bugungi rivoyatimizni yakunlar ekanmiz. Sizlarga sog'lik, omonlik tilaymiz. Qavm qarindoshlar bilan siyli rahmda hech qachon kam bo'lmang deymiz. Omon bo'ling.